Yangilik hurmatli obunachilarimiz, Surxondaryolik Ustay va Muhabbat akamiz 2025-yil 4-avgust kuni Rossiyadagi bessrochniy zapret, ya'ni umrbodlik zapret P.1 Chasper statiya 27 shu zapretlarni sud orqali bekor qildirish uchun Moskvadagi advokatlarimizga davinis berdi. Yana bugun 2025-yil 2-oktyabr, hali 2 oy bo'lmadi, sud orqali bekor bo'ldi. Xudo xolasa endi sud qarori MVD, FSB bazalarini va migratsiya bazalarini yetib borib, bazadan butkul o'chib ketadi. Xudo xolasa ham 15 kun 20 gün vaqt ketadi, ya'ni bazalardan polnifsiy o'chib ketish uchun keyin bemalol Rossiyaga borib patentlarni olib ishlasa bo'ladi, xudo xolasa. Endi bular ayol kishi, xudo xolasa endi Rossiyaga borgandan keyin bizga Rossiya bordim deb video tashab beradimi, bermaydimi? Endi ayol kishilar bilasizlar, oilasi bo'ladi, boshqasi bo'ladi, eri bo'ladi, ruxsat bersa, menimcha tashab bersa, xudo xolasa buni ham ijtimoiy tarmoqlarimiz Telegram, Instagramlarga qo'yib ko'rsatamiz, hurmatli obunachilarimiz. Kimda kim Rossiyadagi deport zapretlarini 100% aniq tekshirtirmoqchi bo'lsa, Moskvada ishonarli, ishini zo'r biladigan advokatlarimiz bor, tekshirib beradi. 4-5 kunda javob chiqadi, 100% aniq chiqadi va ochiladiganlarni ham ochib beradi. Albatta sud orqali bo'ladi ishlaringiz, Rossiyada bo'ladi. Bizga Telegramdan yozinglar. Telegram kanalimizga o'tib ko'rsangiz, natijalarni, qilib turgan ishlarimizni ko'rib olsangiz bo'ladi. Qaysi statiya bilan zapret bo'lganlarni ochsa bo'ladi, qaysi bilan ochish uchun asos kerak, qaysi bilanni umuman ochib bo'lmaydi, bemalol Telegram kanalimiz Big Aviozga o'tib ko'rib olishingiz mumkin. Deport zapreti bor do'stlarimizga bu videoni tashab qo'yinglar. Kommentariyada deporti bor do'stlarimizdan atmetga qo'yinglar. Bizdan uzoqlashmanglar, obuna bo'lib qo'yinglar.